Assalomu alaykum. Hamma yaxshimizmi? Telefon rasmini boshqa qilishni o'rgatib o'tib ketamiz. Yandex, Google Любойdan kirsangiz bo'ladi. Tejik yozamiz. Mana birinchidan chiqib keladi Tejik. Kirasiz. Burchakda 3 точкani bossangiz, отправка, заявка ga kirasiz. Заявка для физических лиц ga kirasiz. Familiya, imya, отчествоni yozasiz. Ikkinchisiga pasport orqasida INN raqamini kiritasiz. Qolganiga tegishmaydi. Shuni pastga tushing. Telefon raqami, сообщение kelayotgan raqam kiritishingiz kerak. Karta nomeri dushamiz, kartasi bor kiritasiz. Email 1 va email 2 kiritamiz. Email chiqarish uchun hamma telefonda ham yozishga, решетка 06 решетка chiqadi. Knopkali farqi yo'q, hammasida shunday chiqadi. Hozir menda WhatsAppda jo'natgan. Birini biriga, ikkisini ikkisiga terasiz. Hozir to'g'riligini tekshiramiz, aniqlab jo'natamiz. Buni hamma o'zingiz qilsangiz bo'ladi, planingizda. Любой usta olsangiz shu ishni qiladi. Beinsoflar 50 so'm pulingizni ham olib qo'yadi. 800S984 terish kerak. Bu robotni odamlar shuni tekshirish uchun bizga отправкani jo'natamiz. Qabul bo'ldi. Bizga сообщение kelib tushadi hozir. So'mshini ham keldi. Email tojikdan qabul bo'ldi. Arzamiz endi bizga narxi order jo'nataman. 184 so'm olmish 8 dirham. Dushamizni kiramiz. Оплата uslugiga kiramiz. Оплата gaz uslugiga kiramiz. Таможня службаga kiramiz. Оплата, таможня, оформление мобильного устройства kirib, сообщениедagi mana order degan joyda kod bor, shuni teramiz. Order. Terdik. Shoshilmay, vaqt bermay tekshirib olib, xato qilmasdan tering. Shu soобщениеlarga pulni ham kiritamiz. 184.68. Yaxshilab tekshiring mana. Soобщениеda necha pul aniq kiriting. Kodlarni ham yaxshilab tekshiring. Hop, 239 47 97 oxiri. Bosh 3 dan 0 bilan boshlangan. To'g'rimi? To'g'ri bo'lsa, shoshilmasdan platani bosamiz, platani. Shuncha pulni yechib olaman deyapti, bosamiz. Qabul bo'ldi. Pulimizni tekshirish oldimi yo'qmi? Pulni olib ketdi. Endi сообщение keladi bizga. Email tijikdan hop keldi. Qaror qabul shu. Telefoningiz bir загрузка qo'yichiring, ishlab ketadi inshaalloh. Hammaga rahmat, e'tibor uchun. Sog' bo'linglar.